Assalomu alaykum. Hozir bu yerda qurilish muhandislik qiluvchi geologiya tashkilot shaharsozlik kadastr loyiha ilmiy tekshiruv institutining o'zgarishli tomonidan loyihani joyiga ko'chirish haqida hozir dalolatnoma tuzilgan. Bular har bitta qavatni o'sha loyiha bo'yicha ketyaptimi, og'ishlarni hisob-kitobi uchun kelishgan. Ya'ni bu yerda 5 ta blogimiz bo'ladigan bo'lsa, o'sha 5 ta blokni og'ishi necha millimetrdan, og'ishlar bormi yo yo'qligini tekshirgani kelishgan. Qatlama ishlaridan tortib to 12 qavat bitgunga qadar har bitta qavatlar geodeziya ishlari bo'yicha tekshirilyapti. Teodolitda, nivelirda tekshirib borilmoqda. Og'ishlar 5 sm gacha mumkin bo'lsa-da, har bitta qavatda 1-2 sm og'ishlar bo'lishi mumkin. Hozir fasad ishlarini ham tekizligini geodezistlar tekshirmoqda. Assalomu alaykum. Biz O'zgarishli geodeziya jamoasi Yukaset firmasini Chinor Residence loyihasiga kelganmiz. Kelishimizdan maqsad binomizni vertikal hamda gorizontal holatini nazorat qilish. Bu yerda amalga oshirilgan geodeziya ishlarini nazorat qilishga jamoamiz bilan ko'rib turgan apparatlaringiz yordamida nazorat qildik. Yakuniy ijroviy xulosamiz ijobiy chiqdi. Hammasi loyiha bo'yicha amalga oshirilgan. Nazoratimiz davomida binomizda hech qanday og'ish kuzatilmadi. Binomiz loyiha bo'yicha normativlarga javob beradi va bu haqda biz dalolatnoma tuzdik. Bu dalolatnomani loyiha muallifiga topshiramiz. UK Asset. Mustahkam va ishonchli uylar.